ko'rishingiz mumkin. 1.8 sotixli uchastkalarimizni sotuvga chiqdi. Boshiga $19,000 berasiz. Yangi yilgacha $20,000 xohlasangiz bo'lib berasiz, xohlasangiz yangi yilda bitta qilib bersiz, shu uchastka nomingizga shunday o'tib ketadi. Katta ko'chadan 20 metr kirganda sotuvga chiqqan mana uchastkalarimizga yetib kelasiz. Oke, gazoblokdan qurilgan uchastkamiz qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Ko'chasi ham, ichkarisi ham steyashka bo'ladi. Shu ko'rib turgan devoringiz chiroyli travertin qilib beriladi. Ko'cha tomoni ham, ichkari tomoni ham. Bemalol bitta mashina sig'adi, tapchan qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uchastkamiz 1.8 sotix bo'lsa, binoyimiz 110 kvadratga tushgan. Xuddi shunaqa kenglikda ichkarida yana 4 ta xona bor, kattagina koridori ham bor. Undan tashqari orqa hovlisi bor, sanuzul hojatxonasi ham bor. Gazoblokimizni mustahkamligini sinab ko'rsatamiz. Oyoq yerdan uzilgan. Ko'ryapsiz, armatura qiyshayib ketdi, lekin devorimizga hech qanaqa treshkini bermadi, ozor yetmadi. Quruvchilarning raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. Kelib bemalol savdolashib, xarid qilsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.